Audio Jungle. Salom YouTuber axloq bugun sizlar bilan Bay YouTubers. Bizning bugungi mehmonimiz Rozi Lilova. Hammaga salom, sizlar bilan YouTuber Rozi Lilova. Bay YouTubersga meni chaqirishgan ekan, intervyu berganim. Qo'limdan kelgancha savollarga javob berishga harakat qilaman. Bizni ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Unda biz ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Siz kim orqali YouTube'ga kirib kelgansiz? Meni YouTube'ga kirib kelishimga Taymitsu sababchi bo'lganlar. Bir safar efir qilayotganlarda efirlariga kirib qolganman. Keyin o'sha yoqib qolganlar. O'shandan beri haligacha kuzataman Taymitsu'ni, Armijonkaman. Shunida YouTube'ga kirib kelganman. 2023-yildan beri YouTube'da yuraman. Meni даже bitta akkauntim o'chib ketib, hozir ikkinchi akkauntimda yuraman. Va bizdagi ikkinchi savol, sizga ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlar yaxshimi yoki real hayotdagi? Menga o'zi ikkalovi ham ma'qul, lekin ko'proq menga ijtimoiy do'stlarim yoqadi. O'sha virtualniydagi do'stlarim yoqadi hayotdagidan ko'ra, chunki hayotdagilarga uncha sirlarimni aytolmayman, bilmayman nimaga. Masalan, basharasini ko'rgim kelmaydimi hayotdagi do'stlarimni. O'zi почти o'sha anaqada жизньda anaqam yo'q, o'rtoqlarim uncha ko'p emas, lekin bir ikkita bor. Va bizdagi uchinchi savol, YouTube'da dushmanlaringiz bor deb o'ylaganmisiz? Meni eng yomon ko'rgan YouTuberim ko'p emas, o'zi bitta dona, shu ham bo'lsa Ryuxonju yoqmaydi. Nimaga yoqmay qolgan? Chunki Mitsuga tuhmat qilib tashlayotgangami, hozirgi kunda ham Mitsuga rosa tuhmat qilishyapti, tipa qon chiqarib, qasamyod qildirgan, u bu deb. Lekin bular hammasi fake. Shunga ham Ryuxonju yoqmaydi. Yaqinda ham o'zidan bechorashkani yoqib olib o'tiribdi. Вообще-то uni Ryushjonkalari ham yoqmaydi. Короче, hech qaysi yoqmaydi. Va bizning to'rtinchi savolimiz, sizning prime davringiz bo'lganmi va nima uchun bunday deb o'ylaysiz? Boshida shu YouTube'ga kirib kelganimda qiyin tuyulgan. Boshida qo'ygim ham kelmagan, keyin nimagadir Armijonkasi eshitib Blinkjonkasi qo'ygim kelgan. O'sha payt hech kimda Blinkjonkasi yo'q edi. Qo'yganman shunaqa deb. Hozirgacha ham Blinkjonkasi turadi, umuman o'zgartirmaganman. Va bizdagi 5-savol va bu so'nggi savol desak ham bo'ladi. Sizning Blackpink'dan biasingiz ko'pincha Jisoo va Rose'da eshitganmiz. Xo'p, sizning biasingiz kim? Meni Blackpink'dan oldingi biasim ham, hozirgi biasim ham Rose bo'lgan. Nimagadir umuman o'zgartirmaganman, bilmayman, yoqqanidanmi. Короче, jonimdan ortiq ko'raman Rose'ni. Shunga umuman o'zgartirmaganman. Примерно 2020-yili Blackpink'ga yaxshi ko'rib qolgan bo'lsam, yoqtirib qolgan bo'lsam, o'shandan beri Rose'ga muxlislik qilaman. Lekin bu degani bitta Rose'ni yaxshi ko'radi degani emas. Hammasini yaxshi ko'raman, lekin babi biasim Rose. Sizga va tomoshabinlarga katta rahmat. Bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xo'sh, keyingi YouTuber kim bo'ladi deb o'ylaysiz? Kommentga yozib qo'ying. Hammaga xayr, sizlar bilan Bay YouTubers. Audio Jungle.